Hoş. Birincisi Dolkun İsa Efendimiz'in iddialarında birincisi şahsi karışım Indigenous People dokulatı hata buptu dedi. Emdi kıyırındaşlar. Bu Indigenous People degen toğru etti, bunu burun düşenmegen okup düşendok devatkan kıyırındaşlar. Emdi silerden sorayım. Reis, yani reisinla dedi ki bu nerse hata buptu dedi. Em kada kılsılar. Kada oldu demdişler. Toğra bu diye yaman emas. Indigenous people'ның manda hukuku ve manda hukuku deyatkan kıyırındaşlar. Em kada kılmız. İkincisi Dolkun İsa Efendim deydi ki biz 50 mark bilen teşkilat kurduk deydi. Yani 5 milyon dolar bu teşkilat kurgalı var mı çetelde kulağını götürünle bolsanlar. Yani meydan başında kurudu şu yenimizden kajlayımız hemimiz yenimizden çıkarımız. Bunun böyle dep böyle biçarlık ya kemberlik edebiyatı tokuşuk gerek var mı? Bunun dikin benim en diktim tatkan nokta fidakarlık en mühim dep Dolkun İsa Efendim. Ben bunu bana bir misal vereyim arkadaşlar. Şarkı Türkistan armiyası Aksu'nu ağılı bağa vaxtıda partizanlıq əmmi tərəf-tərəfdən kirib aşağıda Aksu'nu nayəllərini eləvatqa vaxtlarda intayın fidakarlık bilen Gomindan'ın potaysını kovduğundan Uygurlar battı. Duydun mu bunca kıyırındaşlar? Yani acayip fidakarlık bilen kovduğundan Gomindan'ı sadık kaldı. Uygurlar. Yani bu yerdeki mesele aval fidakarlık mı? Yakımızda aval doğru taraf tuturuş mu? Şarkı Türkistan Milli Armiyası taraf tuturup fidakarlık gösterge Uygurlar Gomindan tarafta Gomindan'ın potaysını kovdayman degan Uygur'un fidakarlığı ikisini kaysını biz hürmetleyimiz. Şunun için meni deydiğim Dolkun İsa Efendim ahiriste demagoji qulab fidakarlık en mühim deb xor şeklinde kötürüp ötüp de ahirisini. Meni deydiğim toxtan bir minut. Fidakarlıktan burun doğru taraf tuturuş mühim. Eğer de onu kılamırsanız 12 yıl fidakarlık bilen 2009 yıldan 2007 yıldan 2019 yılgacha 12 yıl qanday fidakarlık bilen Uygurların Indigenous People qanunlarını köydü. Ve bu fidakarlıkның nima keragi bu dava, bu halkka. Şuna aval doğru taraf tuturaylı, andiki kılaylı fidakarlık ne demekçiman. Onun için Dolkun İsa Efendim'in yeni bir iddiası Dünya Uygur Kurultayı Gayaza 44 teşkilat var dep bunun içinde Kanada Şarkı Türkistan Cemiyeti dep sanaptı, başkalan sanaptı. Ya benim bilişimçe Kanada Şarkı Türkistan Cemiyeti Dünya Uygur Kurultayı'nın a'za teşkilatı emas, müstakil teşkilat. Avustralya'daki Şarkı Türkistan Cemiyeti mi Dünya Uygur Kurultayı'nın a'za teşkilatı emas, müstakil teşkilat. Şunun için ben Dolkun İsa Efendim'in Dünya Uygur Kurultayı'nın 44 teşkilat var degan gapini ama aş 44 teşkilatın bir sana tizimligini çıkarıp bergen bolsanız bunun qanchisi ras a'za, qanchisi özünün haberi yok sizler yazıp algan müstakil teşkilat. Şunu bir görüp bakmamız var yani. Aş tizimlikni bir köreyler. Ras 44 teşkilatını var mı? Andaki yeni bir iddiası her kanda teşkilat biz birden bir vekillik kıldıran teşkilat hep yazıvası buldu deydi. Ama bunu cevap kaytırmayıp bütün kıyırındaşlarımız özü versin cevabını. Hem teşkilat ben birden bir vekillik kıldığını ben de bir yazıvası bular mı sizler? Andaki Dolkun İsa Efendim'in yeni bir dedi. Hoş. Şu hazırki ahirki sözüne yani her qanday teşkilat biz birden bir vekillik teşkilat dep yazıvası boludu degan gapni nerede dep Yok. Qaysi günkü nimin dağıtımı Amerika'daki sual cevap jarayonidagi sözler hemmisi. Gaplarning hammasini shu yerda dedi. Bütün hammasini. Onundikin Indigenous People dokulatı nimishqa emdi chiqdi deydi. 13 yılning yağı chiqmay nimishqa emdi chiqdi deydi. Men bu yerda Dolkun İsa Efendim'den kechirim so'rayman. Yani biz o'tgan 13 yılning yağı G'ulom Osmon Efendining gapiga ishonmay Dünya Uygur Kurultayı'na ishonganligimiz uchun kechirim so'raylik. Nimishqa emdi chiqdi çünkü sizlarga ishonib tuqmaymiz. Çünkü G'ulom Osmonning gapini anglab G'ulom Osmon Efendining vay bu aşırı etipdi, yağmurga qilyapti deb gap tuqmiz hozirgacha. Buning uchun biz kechirim so'raylik yani nimishqa hozir chiqqaniga. G'ulom Osmonning gapiga ishonmay sizlarga ishonganligimiz uchun biz sizlardan kechirim so'raymiz. Onun kim ben bir savol tashlab qo'y. O'tgan bir yilning yağı bunu so'zlashayli deganda nima ishlarni qildinglar?
Yığınlardı gəqivatqa vaxtımda meni telefonda yığından tepib chiqarib etgan ishlarni unutib qoldinglarmi? Nima ishlarni qildinglar o'tgan bir yilda yani? Shuning uchun endi chiqdi. Shunga endi chiqdi. Hatta en oxirgi sabrimiz bilan bir yil bilan biz so'zlashaylik degan shaklda tirishdik, bir dialog quraylik deb. Shuning uchun endi chiqdi va G'ulom Osmon apandiga ishonmay, sizlarning gapinglarga 13 yil ishonganligimiz uchun sizlardan kechirim so'raymiz. Undan keyin en oxirgisi biz o'qituvchilarni dushman ko'rmaymiz. Ya'ni bir qarindoshimiz so'rabdi Amerikada, sizlarga o'qituvchi odamning hammani Xitoyning odami ko'ramsizlar desa, biz o'qituvchilarni dushman ko'rmaymiz. Bizga qo'shilinglar, kelinglar, hammalarni quchoqlaymiz debdi. Ahmet efendim, biz sizga bir video avatdim, shuni ovoz shaklida qo'ysangiz xalqimiz bir anlasin. Kuchlarmi Dünya Uyg'ur Qurultayı Sharq Turkiston xalqiga vakillik qilinmaydi deganni bozorga silib, Dünya Uyg'ur Qurultayı ustidan imzo to'plash safarbarligi boshlatib, milliy harakatimizning xalqarodagi ijobiy obrazini xunuklaştirishga urinmoqda. Albatta bu xil kuchlarning xeylidan buyon Dünya Uyg'ur Qurultayiga qaratib kelgan turli hujumlari Qurultay rahbarlarini, Qurultay vakillarini va Qurultayga cho'nqur muhabbat bog'lab kelgan keng avom xalqimizning noroziligini qo'zg'ab kelmoqda va xalqimizning Dünya Uyg'ur Qurultayiga bo'lgan rishtisi va qo'llashi yanada kuchaymoqda. Garchi Dünya Uyg'ur Qurultayi hozirga qadar turli xalqaro qurultaylarda qurultayning tub maqsadi va g'oyasining Xitoy tarafidan besilingan vatanimiz Sharq Turkistonning milliy mustaqilligini asliga keltirish ekanligini ko'p qitim ochiqcha ta'kidlab kelgan bo'lsa-mu, afsuski bu kuchlar Dünya Uyg'ur Qurultayini qandaqdir avtonomiyachilik bilan ayblab, qurultayning g'oyasi va maqsadini qasdan burmilab, qurultayning xalqarodagi taraqqiyot qadamini to'sishga va qurultayning xalqimiz ichidagi ta'sirini ojizlashtirishga urinib keldi. Dünya Uyg'ur Qurultayining arzi bilan Londonda qurilgan Uyg'ur sud kollegiyasiga hujum boshlagan. 11 oyning 13 kunidan 14 kunigacha Chexiyaning poytaxti Pragda chaqirilgan 7-navbatlik Dünya Uyg'ur Qurultayining oldi kaynida qurultayga qaratgan hujumlarini kuchaytgan. Milliy harakatimiz xalqaroda jiddiy bir burilish bosqichiga qadam qo'ygan holqiliq paytlarda qurultayga qarshi o'tirg'i chiqqan intayin osondagi bu kuchlarning yildizi va niyati bir bo'lib, vatan millat yo'lida fidokorlik ko'rsatish bilan emas, to'rttomning ichida gapbozlik va rangvozlik bilan oson yo'ldan sunniy qahramon bo'lishni niyat qilgan bu kuchlar burunqidek xalqimizning haqiqatni ko'rishi bilan asli moyda oshkorlanadi. Xo'sh, mening buningga ikki savolim bor oldi bilan. 3 savolim bor. Birinci sualim, bunu kim yazdı ya? Ya bu til, ilki Abdunum rayonluq, ilki xalq vakillar qurultayının tili o bu. Oslandaki bölgünç güçler deyişi var da. Xudayım to'g'ri. Kim yazdı ya? Bu adamlar almashtiringlar, qarindoshlarım. Bu shunday bir xabar yazamda bu kommunistning xabaridek. İkinci sualim, mushuni o'qigan qarindoshim bir o'quvchi ko'nglingiz ilashadimi, ilashmadimi? Üçüncü sualim, Dolqun İsa efendim öğütücülerini kucaklaytınlar, düşman kömeytınlar, o nimige bu aslanlık bölgü, intayin aslanlık bölgün çıkışlarkenmiz biz. Ilgı, Golcu kırgınçılığı bu handiki radyolardan avaz çıkıp durdu, aslandaki milli bölgüncüler, halk vekillik kılanmaydı, aslanlık milli bölgüncülerin uğrup çıkış bizim hareketler deyip etigenden keşke sayraydı, nek şu isimge geldi manan tili öyle. Şunun için yani biz Dünya Uyghur Qurultayiga qarshi adamlarni, yani bunun siyosatiga, bunun manga yo'liga qarshi adamlarni, o'qituvchilarni Xitoyning adami deb qarlaymiz demlar. Uchu uni xalq so'rasa, yonda qarmaymiz, bizga qo'shilinglar, sizlarni quchoqlaymiz demasdan uchug'ini demlar. Bu chunki da'vatgan gapinglar bu mediaringlarda. Hozir ashyaga 1400 adam imzo qo'ydi. Bu 1400 adam Dolqun İsa efendimga tushgan biletning 5'si rad qildi. Ve bular aslanlık bölgünç oldu mu hem de? Biraz el insaf. Biraz el insaf. Tamam. Onun üstüne tılımlarını bir almıştırıyorlar. Bir demokratik devletinin haberi onda yazılmaydı ya. O ne mi? Ne komünist. Kim kime tüyleyelim? Emines tüygendiki alı ben sualını. Ahmet Cağız kaldı. Okey. Emines tüygendiki alı ben. Bu da kuvvet göteyli. Hoş, Dolqun İsa efendim dedi ki bu hata oldu dedi indigenous people.
Aldidagi taxtasini yo'g'antimi? Ko'k taxtini men qizil nimaga olib qo'ygan taxtini yo'g'antdim. Buni jiqqidam ko'rib bo'ldi buni. Ya bu Facebook'ta ko'rgan bilan YouTube ko'rganlar ayrim ekan-ku, Facebook ishlatmaydiganlar. Shunga rekord qolsin. Bu yerga yozilgan narsa Indigenous People tashkiloti degan xat. Agarda sizlar Indigenous People tashkiloti bo'lmasanglar, bu taxtning keyinda o'tamaysizlar. Birlashgan Davlatlar Tashkilotida USA'da bizalıq taxtının keyinda Amerika ulusu vakillik qilganlar o'tirdi. Germany deganga Germaniyaning o'tirdi. Biz Indigenous People Organization'da o'tmasligimiz kerak. Hatta debdi, mening huquqim yo'q, nega boshda shu yerda o'tirim. Qo'pib ketish kerak, bu yerda men qatnashmayman bu yig'inga. Bu forumni biz qabul qilmaymiz, biz Indigenous People emas. Ya bu yig'inda kuzatuvchi shaklida qatnashayli, ya bo'lmasa biz bu yig'inda ishimiz yo'q deb qo'pab ketisizlar. Hozir bu Indigenous People Organization bo'lsanglar, sizlar qanday Uyg'urlar vakillik qilasizlar? Ya'ni biz sizlarning 13 yilning oldida bir daftarga bir narsani yozib qo'yib, xato bo'lganini so'rab chiqyapmaymiz. 13 yilning yog'i bu taxtining keynida o'tirishinglar xato va butun millatga vakolatan o'tirishinglar texmi xato. Masala bu. Yolg'iz ajdodimizning bizning tariximizni inkor qilishli bo'lmaydi bu. Kelgusimizni, mustaqillik huquqimizni to'sib etdinglar. Ashad o'tdagan siri to'slayverdi. Yo'q o huquqimiz. Hozir xalqaro qonundagi narsalarni bir advokat chiqib bu narsalar xato bo'libdi yoki bo'lmasa Dilyar degan bola xato so'zlabdi. Bizning mustaqillik huquqimiz bor. Bu bola xatolashib qolibdi degan bir odam chiqdimi? Bir advokatning birisi. Chiqmagan bo'lgandiki, demak bu yerda to'silib bo'lgan bir ish bor. Shunga bu to'silib bo'lgan ishni yechishning amali bu yerdan qo'pab ketish kerak. U qopsimi ziyonni to'ldirib bo'lmaydi, urgan ziyonni. Chunki Birleşken Devletler Teşkilatı'nın umumiy meclisidan o'tgan bunday narsani nima qilish, unda asan bu yerni rad qilib o'tamiz, nima qilib o'tamiz, o'zimiz doklad yozib kirgan yerdan chekinish unda asan bo'lmaydi qarindoshlar. Shunga uning ziyni bo'ladi, ammo eng ozdi bo'lgandimi, men millatimizni menda shamanda qilmay, oyatdan asta qo'pab ketish kerak. Mesela Özbekler, özüne Indigenous People demdi. Bizden Özbekler bilen tarihimiz 2000 yılının yağı birlik kelivatkan xalqlar. Özbekler Indigenous People olmasa biz neymiş Indigenous People bo'lamiz. Bu yerdan qo'pib ketish kerak. Xato deb qaragan ekansiz do'stlar, efendim, bu yerdan chekinishinglar kerak. Agar chekinmasanglar, tamam, biz imzo bilan chekindirishni bilamiz. Keyingi bet ko'rsangiz